Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Medstep jamoasi va bugun ko'rib chiqadigan mavzuimiz yurak yetishmovchiligi. Videoni boshlashdan oldin bizning Telegram hamda YouTube kanallariga a'zo bo'lib qo'yishni maslahat bergan bo'lardim, chunki biz tomonidan chiqarilayotgan har qanday video yoki ma'lumotlar birinchi bo'lib aynan shu kanallarga joylanadi. Xo'p, unda biz boshlaymiz. O'zi yurak yetishmovchiligi nima? Shu haqida gaplashib o'taylik. Yurak yetishmovchiligi bu qorinchalarda shu joyga e'tibor berasiz. Qorinchalarda, bo'lmachalarda emas. Qorinchalarda qon bilan to'lishi yoki qonni haydab chiqarish funksiyasini strukturaviy yoki funksional buzilish natijasida yuzaga keladigan murakkab klinik sindrom. Mana shu gapni aytib ketdik, lekin bu gapimizda demak asosiy e'tibor beradigan joyimiz qon bilan to'lishi, qonni haydab chiqarish va uchinchisi murakkab klinik sindrom degan so'zlar. Demak, agar bizda yurak yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, u bemorda yoki qorinchalarida qon bilan to'lishda, yo bo'lmasam qonni haydab chiqarishda muammo bo'lishi mumkin. Ikkalasidan bittasida muammo bo'ladi. Yoki bu. Xo'p, endi murakkab klinik sindrom deyapmiz. Nima uchun? Chunki bu kasallik emas. Kasallikdan keyin kelib chiqadigan holat. Tushunarli? Va sindrom deyishimizga sabab bu o'zida turli xil belgilarni olganligi sababli, simptomlar juda ham ko'p bo'lganligi sababli sindrom deb nomlanyapti. Ya'ni o'sha simptomlarning yig'indisi. Surunkali kardiovaskular kasalliklardan keyin kelib chiqadigan so'nggi jarayon. Endi bo'pti. Yurak yetishmovchiligi. Buni qanaqa turlari bor deydigan bo'lsak, buni asosiy ikkita turi farqlanadi. Aynan ochish fraksiyasiga qarab. Ochish fraksiyasini qanaqaligiga qarab, o'zgarishiga qarab ikkita turini bo'lamiz. Birinchi bo'lib, mayli sizlar bilan gaplashib o'taylik, ochish fraksiyasi nimaligini. Ochish fraksiyasi birinchi formulasini yozamiz. SVETV demak. Mana shu ejection fraction. Xo'p, bu nima? Birinchi bo'lib uni pastga e'tibor berasiz. End diastolic volume, ya'ni oxirgi diastolik hajm deymiz. Buni nima deganini, demak, mana buni qorincha deb oladigan bo'lsak, mana shu qachonki to'liq holatda bo'shash holatga keladigan bo'lsa, bo'shash holatiga kelsa, mana shu holatda o'zini ichiga qancha qonni yig'ib olyapti? Qancha qonni? Misol uchun, bu normal holatda 70 kilogramlik odamda aytamiz 150 ml atrofida. Mana shu narsa bizda end diastolic volume, ya'ni oxirgi diastolik hajm. Endi yuqorisiga e'tibor beramiz. Stroke volume nima? Stroke volume bu yurak bir marta qisqargan paytda yuqoriga, ya'ni aortaga yo'nsa o'pka arteriyasiga qancha qonni chiqarib yuboryapti. Mana shuni ko'rsatadigan ko'rsatkich. Buni biz olamiz 75-80 ml atrofida deb normal holatda. Endi ejection fraction qanaqa topilar ekan, ya'ni ochish fraksiyasi. Aynan tepadagi sonni pastki songa bo'lsak, bizda kelib chiqadi. Va bu agar biz 75 ni 150 ga bo'ladigan bo'lsak, 50% chiqadi-da, xullas. 50%. Foizda olamiz buni. Foizda. Mana shu bizdagi ochish fraksiyasi hisoblanadi. Xo'p, endi ochish fraksiyasi nimani anglatar ekan? Bu anglatadi bizda qachonki qorinchamiz to'liq bo'shashgan paytda 150 ml qanchadir qonni oladigan bo'lsa, o'shani 50% miqdori aortaga yo'nsa o'pka arteriyasiga chiqib ketar ekan degan so'zdir. Tushunarli? Mana buni 100% qon deb olyapmiz. Shuni 50% chiqib ketyapti tashqariga. Ya'ni qorinchamiz to'liq hamma 100% qonni tashqariga chiqib bera olmaydi. Faqatgina chiqib berishi mumkin 50%, 55%, 60% shunaqa atrofida. Tushunarli? Mana shu narsa bizda ochish fraksiyasi edi. Xo'p, bo'pti. Ochish fraksiyasini bilib oldik. Endi aynan mana shu 50% o'zgarishiga qarab biz 2 ga bo'lib olamiz. Bulardan birinchisi aynan mana shu ochish fraksiyasini kamayishi bilan kechadigan yurak yetishmovchiligi. Tushunarli? Xo'p. Ochish fraksiyasi kamayib ketyapti. Buni ikkinchi nomini biz sistolik yurak yetishmovchiligi deb nomlaymiz. Sistolik yurak yetishmovchiligi. Mana e'tibor beryapmiz, 40% dan kamayib ketgan. 40% dan kamayib ketgan ochish fraksiyasi. Normal holat necha edi? 55% misol uchun. Xo'p, endi aynan yurak yetishmovchiligida, sistolik yurak yetishmovchiligiga sabab bo'ladigan sabablar nima? Shular haqida gaplashib o'tamiz. Juda ham ko'p narsa bor bu yerda. Asosiylarini aytib ketamiz demak. Bulardan birinchisi eng ko'p uchraydigan sababi ham miokard infarkti. Bilamiz, miokard infarkti bo'lgan paytda
qorinchalarimizni qaysidir qismida uni to'liq qanaqa devor bo'ladigan bo'lsa, hammasini nekrozga uchraydi. Nekroz, ya'ni o'limi kuzatiladi va natijada ana o'sha joy yaxshi qisqara olmaydi va bu bizda ejection fractionni, ya'ni mana shu ochish fraksiyasini kamayishiga sabab bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi bu miokardial ishemiya. Ya'ni mushak qavatini qon bilan ta'minlanishi va kislorod bilan ta'minlanishi kamayganligi hisobiga bizda qaysidir muskul qavatida ishemik yoki endokard qavatida ishemik shikastlanish ketadi, ishemik zararlanish. Va mana shu holatdan bizda aynan mana shu ochish fraksiyasini kamayishiga sabab bo'lar ekan. Keyingisi chronic pressure overload, ya'ni ko'p miqdorda surunkali ravishda nima deymiz? Suyuqlik kelib turishi, suyuqlik, ya'ni qaytib kelib turishi. Misol uchun gipertenziv holatda, misol uchun juda ham kuchli gipertenziya, arterial gipertenziyasi bo'ladigan bemorda yurak yetishmovchilik kelib chiqish xavfi yuqori bo'ladi. Keyingisi obstructive valvular disease. Bu nima? Bu aytayaptiki, demak, bizni klapanlarda qanaqadir kasallik bo'lyapti, obstruktiv holatda. Misol uchun aortal stenoz deymiz, aortal stenoz. Mana shu holatda ham bizda yuzaga kelishi mumkin ekan, yurak yetishmovchiligi. Qanaqa qilib? Mana buni yurak deb oladigan bo'lsak, mana bu aorta. Normal holatda o'sha chap qorinchamiz yoki o'ng qorinchamizda ham uchraydi bu. O'ng qorinchada ham men misol qilib olyapman, faqat chap qorinchani. Chap qorincha qon otib berish kerak edi aortaga. Mana bu joyda keyin bizda klapan bor, aortal klapan. Mana shu ochiq bo'lishi kerak bu qon otib berayotgan paytda. Lekin agar bu stenozlanib qoladigan bo'lsa, ya'ni yopilib, deyarli yopilgan holatda bo'ladigan bo'lsa, qorinchamiz qonni otib berishga qiynaladi va sekin-asta gipertrofiyaga uchraydi. Endi gipertrofiyani ham ikkita turi farqlanadi. Shu vaqtda ham gaplashib o'taylik. Mana shu joyda o'zida ko'pchilik biladi, gipertrofiya degani bu muskulni qalinlashib ketishi deb turib. Lekin yurakda bunaqa emas. Yurakda sal boshqacha. Faqatgina bunaqa gipertrofiya uchramaydi-da. Mana buni biz normal holatdagi yurak deb oladigan bo'lsak, devori, yurak devori deb oladigan bo'lsak, bizda yoki mana shunday qalinlashib ketgan yurak bo'lishi mumkin. Devori qalinlashib ketgan. Yoki mana bunday kengayib ketgan yurak devori bo'lishi mumkin. Bizda hozir aynan mana bu sistolik yurak yetishmovchiligida yoki heart failure reduced ejection fraction deymiz, ya'ni ochish fraksiyasi kamaygan yurak yetishmovchiligi, aynan bu holatda bizda uchraydi, aynan mana bu ikkinchi turdagi holat. Ikkinchi turdagi dilatation gipertrofiya deymiz buni. Ko'ryapsiz, devori umuman qalinlashmagan, nabarot bu kichrayib ketgan devori. Devori ancha yupqalashib ketgan, lekin kengaygan. Shuni hisobiga bu qon otib berishga qiynalyapti-da. Mana shu turi kelib chiqargan, demak, gipertrofiyani mana bu sistolik yurak yetishmovchiligida. Demak, bitta xulosa qilamiz. Sistolik yurak yetishmovchiligida dilatation, gipertrofiya uchraydi. Tushunali? Xo'p. Endi keyingisi chronic volume overload. Misol uchun regurgitant valvular disease. Bu nima degani? Bu ham yana o'sha narsa. Endi hali ko'rdik bizlar bilan, mana u aorta deb oladigan bo'lsak, mana bu klapani yopilib qolgan, deyarli yopilgan buttiga, yopilgan deb o'tdik. Endi shuni teskarisi. Agar mana shu klapan yaxshi yopilmagan holatda bo'lsa ham, bizda o'sha mana shunaqa gipertrofiya hosil bo'lib, yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni qon otib beradida, endi qon bu yerda ko'paygandan keyin bu klapan yopilishi kerak edi, to'liq. Lekin bu endi to'liq yopilmaydi-da, orada teshikchasi qoladi va qon bu joydan yana orqaga qaytib keladi-da, yana orqaga qaytadi. Shuni hisobiga bizda kelib chiqyapti shunaqa gipertrofiya va keyingi bosqichda surunkali yurak yetishmovchiligi holati. Xo'p. Endi yana misol muhimlarini aytib o'tay, muhimlarini ko'p vaqt ketmasin. Chronic lung disease. Bu qanaqa holat? Misol uchun cor pulmonale deymiz. Bu demak o'ng qorinchamiz normal holatda o'pka arteriyasiga qon otib berish kerak edi. To'g'rimi? O'pka arteriyasiga. Lekin cor pulmonale bo'lgan holatda bizda aynan mana shu o'pka arteriyasini boshlanish joyida stenoz bo'ladi. Stenoz bo'ladi va shuni hisobiga qonni mana shunaqa stenoz xullas,
Qonni otib berishga qiynaladi qon. Mana bu qorinchamiz va qon yana orqaga qaytib, bu joyda demak yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Xuddi shunaqa demak keyingisi pulmonar vascular disorders o'pka arteriyalarida, tomirlarda qanaqadir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa ham kelib chiqishi mumkin. Xo'p, metabolic disorders, infiltrative bular ham xuddi shunaqa, demak unchalik ko'p uchramaydigan holatlardan va ko'p uchraydigan holatlardan yana biri bu xronik bradiaritmiya hamda xronik taxiaritmiya. Surunkali ravishda bemorda shunaqa yuragi urishda sekinlik bo'ladigan bo'lsa yoki tezlashish bo'ladigan bo'lsa ham bizda kelib chiqishi mumkin ekan. Xuddi shunaqa yurak yetishmovchilik holati. Tushunarli? Bu sistolik yurak yetishmovchiligidir. Ya'ni yuragimiz qonni otib berishga qiynalyapti. Qonni otib berishga qiynalyapti. Qon to'lishga emas. U to'lib ketgan o'zi qonga. Lekin otishga qiynalyapti. Mana shuni biz sistolik yurak yetishmovchiligi bo'lmasam otish fraksiyasi kamaygan yurak yetishmovchiligi deb atar ekanmiz. Xo'p, endi ikkinchi turiga o'tamiz. Ikkinchi turi bu heart failure preserved with ejection fraction. Yo'lmasam diastolik yurak yetishmovchiligi deymiz. Mana buni ma'nosini aytib o'tay. Bunda demak aytilyapti, otish fraksiyasi saqlangan yurak yetishmovchiligi. Biz aytdik, otish fraksiyasi kamayib ketmaydimi deb gapirishingiz mumkin. To'g'ri, shunaqa deb aytdik, lekin aynan mana bu turda otish fraksiyasida o'zgarish bo'lmaydi. Otish fraksiyasi ko'payib ketgan bo'lishi ham mumkin. Lekin buni ham biz yurak yetishmovchiligi deb olyapmiz. Bunga bitta sabab bor. Buni chuqurroq o'rganib chiqamiz. Qarang. Mana buni biz yurak deb olyapmiz. Yurak deb olyapmiz. Yurakning devori xullas, qorinchaning devori. Aytdik, mana bu sistolik yurak yetishmovchiligida dilatatsion holatdagi gipertrofiya uchraydi va natijada bu qon bilan to'lishi zo'r, lekin qon otib berishda qiynaladi deb ketdik-a. Aynan mana bu birinchi turida. Lekin endi ikkinchi turida shuni teskarisi. Shuni teskarisi. Chizib ko'rsataman. Xo'p. Mana bu qorincha deb oladigan bo'lsak, endi mana shu qalinlashib ketgan. Qalinlashib ketgan. Endi e'tibor berasiz mana shu joyiga. Bitta savol. O'ylang. Mana buni lyumeni kattami yoki mana buni lyumeni kattami? Ya'ni orasidagi bo'shliq. Albatta mana buni demak bo'shlig'i katta. Endi bu degani bu qonni ko'proq oladi. Shundaymi? Ya'ni normal holatda 150 dedikmi? O'sha 150 ml qonni olishi mumkin bemalol. Lekin mana bunaqa gipertrofiyalanib ketgan, ya'ni konsentrik gipertrofiya dedik buni. Aynan mana shunaqa gipertrofiyalangan yurak qorinchasi qonni 150 ml emas, olishi mumkin 80, 90 ml, balki undan ham kamdir. Shunaqa miqdorda olishi mumkin. Ya'ni bunda qonni to'lishda muammo bo'lyapti-da. Qon bilan to'lishda muammo bo'lyapti. Qisqarishda muammo yo'q. Endi bu normal holatda qisqaradi. Normal holatda qisqarganda ham bu endi ichida 80-90 ml qon bo'lganligi sababli otib berishi mumkin. Aytaylik 50 ml otib bersin, 50 ml. 50 ml otib bersin. Xo'p, endi o'ylang. 50 ml otib berayotgan bo'lsa, bizda 80-90 ml edi o'zidagi qon. Endi yana haligi formulaga qo'yamiz. 50 ml ni stroke volume aytaylik 85 ml. 85 ml-da oxirgi diastolik hajm deb oldik. Endi bizda ejection fraction necha chiqadi? Ejection fraction demak bunda 50% dan kam ko'p chiqishi aniq. Ko'p chiqishi aniq. Mana hozir hisoblab ko'rdim, 58% chiqdi. 58%. Endi e'tibor bering, bu nimasi otish fraksiyasi katta. Otish fraksiyasi katta. Lekin otish fraksiyasi katta bo'lgani bilan, lekin bizda aortaga yo'lmasam o'pka arteriyasiga chiqayotgan qonni miqdori kamda. Qonni miqdori kam. Ya'ni mana bu 50 ml chiqyapti xolos. Normal holatda bizda 75-80 ml qon chiqishi kerak edi. Endi o'ylab ko'ring, bizda 50 ml qon chiqayotgan bo'lsa, bu barcha to'qimalarni qon bilan ta'minlashga yetadimi, yo'qmi? Albatta yetmay qolishi mumkin. Shuni hisobiga, demak biz garchi bunda otish fraksiyasi saqlangan yoki kuchaygan bo'lsa ham, aynan qonni otib berishda qonni hajmi kamayganligi hisobiga buni biz olamiz diastolik yurak yetishmovchiligi. Ya'ni kengayishda muammo bo'lyapti bunda. Kengayish yo'q. Mana bunaqa torayib qolgan xullas. Torayib qolgan. Agar mana shunaqa kengayganda ko'proq qonni olardi.
Shuni hisobiga bu xuddi shunaqa gipertrofiyalanib, mushak qavati qalinlashib, o'ziga kamroq qon olyapti va o'zidagi kamroq qonni tepaga otib beryapti. Shuni hisobiga yurak yetishmovchiligining ikkinchi turi, ya'ni diastolik yurak yetishmovchiligi kelib chiqayotgan ekan. Xo'p, tushunarli. Mana ko'ryapmiz, ochish fraksiyasi 40-50% dan yuqori. Endi bunga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Bunga, demak, patologik gipertrofiya turi hisoblanadi bu. Gipertrofik kardiomiopatiya. Kardiomiopatiyalar haqida keyinroq gaplashamiz. Shunaqa, YouTube ga a'zo bo'lib qo'ysanglar, chiqargan videomiz birinchi bo'lib sizga chiqadi. Keyingisi bu ikkilamchi gipertenziv holatlar. Gipertenziv holatlar. Shunaqa, gipertenziv holat bizda ham mana buni, ham birinchi turini sistolik yurak yetishmovchiligini, ham diastolik yurak yetishmovchiligini ham keltirib chiqarishi mumkin. Dastlab sistolik, keyin diastolikka o'tadi-da. Keyingisi bu qarilik. Qarilik, ya'ni yosh o'tgan sari yuraklarda dilatatsiyasi, ya'ni kengayishi kamayadi, kengayish xususiyati va shuni hisobiga ham bizda yosh o'tgan sari davleniya oshib ketishi mumkin yoki yurak yetishmovchiligi xullas ehtimolligi oshib ketadi. Keyingisi bu endomyocardial disorders, ya'ni yurakni endokard hamda miokard qavatlarida qandaydir patologik holat bo'ladigan bo'lsa, bu ham sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingisi restrictive kardiomiopatiya. Shunaqa, hozircha kardiomiopatiya degan so'zni eslab qolinglar, bular haqida keyinroq to'liq gaplashib o'tamiz. Infiltrative disorders, misol uchun amyloidoz deymiz. Amyloidoz nima? Amyloidoz bu turli xildagi patologik oqsillarni to'planib qolishi ma'lum bir a'zolarda. Misol uchun o'sha yurakda to'planib qolish hisobiga yurakni qalinlashiga hamda yaxshi qisqara olmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Sarkoidoz ham xuddi shunaqa. Keyingisi storage disease, ya'ni gemokhromatoz deymiz. Bu nima? Bu bizda bu kasallikda shunaqa holat bo'ladiki, tanamizda temir miqdori me'yordan ancha oshib ketadi va natijada endi ana o'sha temirlar bizdagi to'qimalarga va ba'zi bir a'zolarga, misol uchun yurakka, yana o'pkaga, jigarga, buyrakka to'planib qoladi va natijada mana yurakka to'planish hisobiga yurak yetishmovchiligini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Fibroz holatlarida demak bilamiz, yurakda qattiqlashish kuzatiladi va bu ham bizda aynan yurakni kengayishini cheklab qo'yapti. Kengay olmayapti-da. O'sha qanaqa turgan bo'lsa, masalan, fibrozda to'g'ri gipertrofiyalanmaydi. Unda bunaqa holat bo'ladiki, mana qarang, mana bu aytaylik normal holatdagi ko'rinishi yurakda. Lekin endi bu diastola bo'layotgan paytda bo'shashish kerak edi. Lekin bunda bo'shashish bo'lmaydi. Aynan mana shunaqa bo'shashish bo'lmaydi. Shuni hisobiga ham biz buni yurak yetishmovchiligini dilatatsion turiga kirgizdik. Mana shu narsa edi bizda aynan ochish fraksiyasiga qarab yurak yetishmovchiligini farqlash. Tushunarli? Sistolik va diastolik. Sistolik turida qonni otib berishga qiynalyapti. Diastolik turida qonni o'ziga olishga, ya'ni to'lishga qiynalyapti. Sistolik turida ochish fraksiyasi kamaygan, diastolik turida saqlanib qolgan yoki oshib ketgan. Xo'p, demak birinchi qism tugadi. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Endi yurak yetishmovchiligini biz joylashgan joyiga qarab farqlaymiz. Bo'lishi mumkin yurak yetishmovchiligi chap qorinchada yoki o'ng qorinchada. Ikkalasidan bittasida. Birinchi bo'lib gaplashib o'tamiz sizlar bilan yurakni yetishmovchiligini chap qorinchada kuzatilsa. Buni biz left heart failure deymiz yoki chap qorincha yetishmovchiligi. Xo'p, birinchi bo'lib mana bu rasmni ko'rib chiqaylik, chunki tushuntirib berishga yaxshi. Mana aytaylik bizda mana bu chap qorinchamiz. Hozir yana ochib olay qalamchani. Xo'p, mana bu demak 1 minut. Manimcha bo'ldi. Bo'ldi. Okey. Xo'p. Mana shuni biz chap qorincha deb oladigan bo'lsak, endi bunda bizda uchrayapti yurak yetishmovchilik kelib chiqib bo'ldi. Siz bunda o'ylamang. Haligi ko'rdik biz sizlar bilan diastolik yoki sistolik yurak yetishmovchiligini qaysi biri uchraydi deb. Ikkalasi ham uchrashi mumkin. Ikkalasi ham. Xullas ikkalasidan bittasi uchradi-da, yoki sistolik yoki diastolik yurak yetishmovchiligi, xullas yurak yetishmovchiligi kelib chiqish joyida. Endi nima bo'ladi? Endi
qonimiz aortaga chiqishga qiynalyapti. Aortaga chiqishga qiynalyapti. Natijada endi majbur bo'ladi bu joyda qon to'planishiga va mana bu joydagi mitral klapanni ochilishiga hamda mana bu chap bo'lmachani ham kattalashib ketishiga. Chap bo'lmachani kattalashib ketishiga. Va endi bu joyda ham vaqt o'tib bosim oshadi. Bosim oshgandan keyin aynan chap bo'lmachaga nimalar ochilardi? To'rtta o'pka venasi. To'rtta o'pka venasiga o'tadi. To'rtta o'pka venasida asta-sekin bosim oshadida, to'rtta o'pka venasi qonni o'pkaga olib boradi. O'pkaga. Mana o'pkaga keldi qon. Endi o'pkada suyuqlik dimlanyapti. Natijada bizda pulmonar edema, ya'ni o'pka shishi kelib chiqishi mumkin. Buni o'zbek adabiyotlarida aytamiz, o'pka shishidan oldin yurak astmasi kuzatiladi deb. To'g'ri, shunday. Mana masalan, qon keldi, o'pka venasidan o'pkaga keldida, o'pkaga kelgandan keyin qachonki agar qonimiz, o'sha qon, suyuqlik interstitsiya, ya'ni to'qmalar oralig'iga yig'iladigan bo'lsa, buni biz aytamiz yurak astmasi deb. Agar endi aynan o'sha qon interstitsiya, ya'ni to'qmalar oralig'idan alveolani ichiga o'tadigan bo'lsa, uni biz o'pka shishi deb ataymiz. Ya'ni pulmonary edema. Keyingisi artapnoy holat. Artapnoy. Bu nima degani? Artapnoy degani shunaqa narsaki, bizda aytaylik, bemor mana bunaqa holatda turibdi, o'tirib olgan xullas, o'tirib olgan. Bunaqa holatda bunda ancha o'pkada bosim past bo'lganligi hisobiga nafasda unchalik qiynalish bo'lmaydi, nafas olishda. Lekin agar yotib qolsami, mana shunaqa yotib qolsa, tamom. Bemorda nafas qisish juda ham kuchayib ketadi. Shuning uchun agar aytaylik bizda chap qorincha yetishmovchiligi bo'lgan bemorda juda ham qiynaladi mana shunaqa yotishga va ular odatda kamida 3 ta yoki 4 ta yostiqda yotishga majbur. U kechqurun bo'ladimi, ertalab bo'ladimi, farqi yo'q. Xohlagan paytda. Keyingisi cough, ya'ni yo'tal. Yo'tal nima uchun kelib chiqyapti bizda? Ko'ryapmiz, o'pkada shish paydo bo'lgan, o'pkada o'pka shishi kelib chiqqan va endi bu ta'sir qiladi aynan o'pkadagi suyuqlik. Bronxlarga ham, ya'ni bronxlarning devorini ham, shilliq qavatlarini shishiga sabab bo'ladi. Endi mana shu joydagi retseptorlar shish hisobiga aktivlanib, bizda yo'tal refleksini paydo qiladi. Keyingisi paroksimal nocturnal dyspnea deymiz buni. Bu ham xuddi mana shu artapnoy holatga o'xshash, ya'ni nocturnal degani kechki degani, kechki. Bemor kechqurun yotibdi, o'z-o'zidan shunaqa nafas qisishi birdaniga kelib chiqishi mumkin. Bunga ham sabab xuddi shunaqa, ya'ni o'pkada bosim oshib ketganligi hisobiga. Tushunarlimi? Endi vaqt o'tishi bilan o'pkadagi qonimiz, o'pkada suyuqlik yig'ilgani bosim oshishiga olib keldi. Endi bosim o'pkada oshgandan keyin o'pkaga nima qon olib kelardi o'ng tarafdan? Albatta o'pka arteriyasi. O'pka arteriyasi yoki o'pka poyasi deymiz. Aynan mana shu joyda ham bosimning oshishiga sabab bo'ladi. Xo'p, endi o'ylab ko'ring. Bizda o'pka arteriyasida bosim oshib ketgan. Unda nima bo'ladi? Unda bizda endi o'pka arteriyasiga qon olib keladigan joy, ya'ni o'ng qorinchada buzilish kelib chiqadi. O'ng qorinchada. Xo'p, o'ng qorinchada endi qiynalyapti xullas qonni otib berishga o'pka arteriyasiga. Qiynalib ketdi. Vadot qiynalyapman deydida, keyin sekin-sekin bu gipertrofiyaga uchraydi. Gipertrofiyaga uchragandan keyin yurak yetishmovchiligi kelib chiqadi. Xo'p, endi bizda o'ng qorinchani ham yetishmovchiligi kelib chiqdi. O'ng qorinchada ham o'ng qorincha yetishmovchiligi kelib chiqqandan keyin bu ta'sirini ko'rsatadi o'ng bo'lmachani kattalashi kuzatiladi va o'ng bo'lmachada ham bosim oshgani hisobiga endi bu ta'sir qiladi yuqoriga hamda pastki kavak venalarga. Yuqoriga kavak venada ham bosim oshib ketganligi hisobiga, ya'ni vena cava superior deymiz. Bizda yugular venous distension kuzatiladi. Ya'ni tepadagi bo'yinturuq venalarni kengayib ketishi. Xo'p, endi bu pastga ta'sir qilsa-chi, ya'ni pastki qismlarda bosim oshib ketsa, kuzatiladigan narsa bu gepatomegaliya, ya'ni jigarning kattalashishi va lower extremity edema deymiz. Pastki sohalarda shish, misol uchun oyoqlarda, to'piqlarda, mana boldir qismlarida shishlar kuzatiladi. Tushunarli? Demak, bitta qilib xulosa qilib olamiz. Bizda agar chap qorincha yetishmovchiligi kuzatilsa, o'ng qorincha yetishmovchiligi ham kelib chiqar ekan degan narsani. Tushunarli? Lekin o'ng qorincha yetishmovchilik kuzatilishidan oldin bemorda xuddi shunaqa o'pkada suyuqlik yig'ilishi hisobiga
nafas qisishi, nafas olishda muammo, yurak nafas yetishmovchiliklari kuzatilishi kerak ekan. Keyingina bizda sekin-sekin un qorincha yetishmovchiligiga sabab bo'lar ekan. Xo'p, buni ko'rib o'tdik. Endigi ko'radigan narsamiz mana pastdagi narsa ham bir xil. Mana bitta yana bu yerda ham aytamiz. Aytyapmiz LAP increases, ya'ni left arterial pressure oshib ketadi deyapmiz. Mana o'sha aytganimizdaqi. Chap qorinchamiz kattalashib ketgan va bu endi oradagi mana bu klapan, mitral klapanni ham kengayishga sabab bo'lyapti va qonimiz bu joyga o'tyapti-da, chap bo'lmachani ham kattalashishiga sabab bo'lyapti. Keyingisi pulmonary edema, buni aytdik, o'pkada shish, pleural effusion. Pleural effusion degani aynan o'pkani pastki qismlarida suyuqlik yig'ilishi. Keyingisi functional mitral valve regurgitation. Bu nima degani? Mana bu joyga e'tibor berasiz. Xo'p, mana qorincha kattalashib ketdi, to'g'ri. Qorincha kattalashibdi degani, endi mana bu mitral klapanning ikkita tabaqasini orasini kengayishi kuzatildi deganimi? Xuddi shunday. Mana bu normal holatni ko'radigan bo'lsak, bu agar yopiladigan bo'lsa, normal yopiladi. Normal yopiladi bu. Lekin agar chap qorinchamiz kengayib ketadigan bo'lsa, bizda mana bu ikkita klapanlarni tabaqalarini orasi uzoqlashib ketadi. Va endi bular yopiladigan bo'lsa ham mana shunaqa yopilishi mumkin. Mana shunaqa yopiladi xolos. Lekin orada ko'ryapmiz tirqish qolib ketyapti. Mana shu bizda regurgitatsiyaga sabab bo'ladi. Tushunarli? Agar bu, mana yana bir bor qaytarib o'tamiz. Agar klapanlar bir-biriga yaqinlashib, ochilishi qiyin bo'lsa stenoz, lekin bir-biriga yaqinlashib, orada to'siq, nima deymiz? Bo'shliq qoladigan bo'lsa, buni biz regurgitatsiya deb ataymiz. Xo'p, shu holat edi. Endi mana bu joyga e'tibor berasiz. Aynan heart failure cells aytib o'taylik. Xo'p, biz aytdik, o'pkaga qon yig'iladi, suyuqlik yig'iladi, plazma yig'iladi deb. Endi uning tarkibida bilamiz, eritrositlar ham bo'ladi. Eritrosit. Endi o'sha eritrositlar tarkibida nima bor edi? Temir bor edi. Xo'p, bilamiz, endi bizda alveola bor. Aynan o'sha alveolaning ichida makrofaglar bor. Alveolar makrofaglar deb ataymiz o'pkada. Mana shu makrofaglarning vazifasi alveolaning ichiga kirgan har qanday yod jismni yo'qotish, yeb tashlash edi. Endi bizda alveolaning ichiga eritrositlar kirganligi sababli, ular harakat qiladi o'shani yeb tashlashga. Yeydi. Yegandan keyin aynan o'sha eritrositlar tarkibida temir borligi sababli uni gemosiderin holatiga keltirib turib, gemosiderin ya'ni temir zaxiralangan holati bu. Aynan mana shu gemosiderin holatida o'zini ichida to'plab qo'yadi. Temirni zaxiralangan holati gemosiderin bo'ldi va bu gemosiderin mana shu makrofaglarning ichida turib qolyapti. Va endi bu gemosiderin xullas rangiga qaraydigan bo'lsangiz, zanglagan temir rangida. Zanglagan temir. Tushunarli? Oksidlangan, zanglagan temir holatda bo'lganligi sababli shunaqa kulrang holatda ko'rinadi. Aynan gistologik tekshiruvda. Va buni biz aynan mana shunaqa holatni heart failure cells, ya'ni yurak yetishmovchiligi hujayralari deb ataymiz. Tushunarli bo'ldi. Qachonki makrofaglar o'sha eritrositlar tarkibidagi temirni o'ziga yutib oladigan bo'lsa, ular o'sha makrofaglar shunaqa kulrang rangga kirib qolar ekan va buni biz endi makrofaglar emas, yurak yetishmovchiligi hujayralari deb olar ekanmiz. Xo'p, endi X-rayda, ya'ni chest X-rays. Xo'p, nima deymiz rentgenda? Rentgenda qanaqa o'zgarish bo'lishi mumkin? Rentgenda 5 ta asosiy narsasi bor. Aynan chap qorincha yetishmovchilik kuzatilgan bemorda. Birinchisi alveolar edema. Ya'ni aytdik, alveolarning ichida shish. Keyingisi Carly B line. Bu nima? Bu shunaqa narsaga mana rasmda hozir chizib beraman ular sizlarga. Mana buni biz aytaylik. Xo'p, o'pkamiz xullas, o'pkamiz. Bu o'ng, bunisi chap o'pka xullas. Mana bu joyda yurakda ham joyi bor edi, chizmadim uni. Xullas. Mana shunaqa o'pka deb oladigan bo'lsak, bizda suyuqlik yig'iladi aynan mana bu joylarda. Suyuqlik aynan mana shu bo'laklarni ustki qismida.
mana bu joylarni chegarasini ustki qismida, lekin o'sha bo'laklarni o'zini pastki qismida to'planib qoladi va buni rentgenda ko'rganimizda xuddi shu joylarda zichlashni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi kardiomegaliya, ya'ni yurakni kattalashib ketishi. Asosan o'sha chap qorincha yetishmovchiligida chap tarafni kattalashib ketishi kuzatiladi, lekin agar u o'ng tomonga ham o'zini ta'sirini ko'rsatgan bo'lsa, o'ng qorincha yetishmovchiligi kelib chiqqan bo'lsa, o'ng qorinchani ham gipertrofiyasi kuzatiladi. O'ng qorinchani ham va buni ham kattalashib ketishi kuzatilishi mumkin. Keyingisi dilated prominent upper lobe vessels, ya'ni yuqoriga mana shu o'pkalarda tomirlarning kengayib ketishi. Misol uchun mana bu ko'ryapmiz, mana bu joyda xuddi shunaqa belgilar bor. Kattalashib ketishi. Tushunarli? Va keyingisi pulmonary effusion. Pleural effusion bu nima degani? Pleurani pastki qavatlarida suyuqlik yig'ilib qolishi. Mana shu narsa edi bizda rentgenda ko'rinadigan belgilar. Xo'p, endi davom etamiz biz. Right heart failure ga o'tdik. Ya'ni o'ng qorincha yetishmovchiligi. O'ng qorincha yetishmovchiligi biz sizlar bilan aytdik. Asosiy kelib chiqadigan etiologiyasi, ya'ni sababi bu left heart failure, ya'ni chap qorincha yetishmovchiligi. Bemorda chap qorincha yetishmovchiligi bormi? Katta ehtimol bilan o'ng qorincha yetishmovchiligi ham kuzatilishi mumkin ekan. Xo'p, lekin bundan oldin mana buni tushunib ketaylik biz sizlar bilan, keyin yaxshiroq tushunamizda buni. Xo'p, demak, mana bizda o'ng qorincha yetishmovchiligi kuzatilyapti, right heartda. O'ng yurak yetishmovchiligida. Xo'p, nima kuzatiladi bunda? O'ng qorincha yetishmovchiligi bo'lgan paytda bizda o'pkada yoki chap qorinchada o'zgarish umuman kuzatilmaydi. O'zgarish yo'q. Chunki bu o'ng qorinchamiz hech qanaqa ta'siri yo'q o'pkaga yoki chap qorinchaga. Tushunarli? Demak, shundan bilib olsak bo'ladi, bizda o'ng qorinchaga yetishmovchilik kelib chiqdimi, chap qorincha yetishmovchiligi kelib chiqmaydi. Lekin chap qorincha yetishmovchiligi kelib chiqyapti, bizda o'ng qorincha yetishmovchiligi kelib chiqar ekan. Mana shunga e'tibor beramiz. Mana chap keltirib chiqardi o'ngni. Lekin o'ng bunday qo'yamizda x chap. Shuni yaxshilab bilib olamiz. Chap qorincha yetishmovchiligi o'ng yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lar ekan, lekin o'ng qorincha yetishmovchiligi chap qorincha yetishmovchiligiga sabab bo'lmas ekan degan narsani. Xo'p, bu demak o'ng qorincha yetishmovchiligi bunga sabab bo'lmas ekan, nimalarni keltirib chiqarishi mumkin degan savol bo'lishi mumkin. Endi shu haqida gaplashib o'tamiz. Bulardan birinchisi demak, yurakni chap yuqori tomonga siljishi. Yurakda chap yuqori tomonga siljishi. O'zi nima tufayli shunaqa yurak chap tomonga siljayapti? Biz sabablarini aytdik. Birinchi bo'lib eng common, ya'ni ko'p uchraydigani chap qorincha yetishmovchiligi bo'ldi. Keyingisi pulmonary vasoconstriction, pulmonary hypertension. Ya'ni mana buni o'ng qorincha deb oladigan bo'lsak, bu o'pka arteriyasiga qonni haydab berish kerak edi. O'pka arteriyasida bosim yuqori bo'ladigan bo'lsa va mana bu joylarda konstriksiya, ya'ni shunaqa torayish bo'ladigan bo'lsa, bizda endi o'ng qorinchamiz qonni yaxshi otib bermaydi. Qonni otib bermaganligi sababli bu bo'lmachaga ta'sir qiladi. Bo'lmachani kattalashiga sabab bo'ladi va bu joyda bosim oshgandan keyin yuqoriga hamda pastki venalarda dimlanishga, qonni qolib ketishiga sabab bo'layotdi. Endi bizdagi simptomlar ham, ya'ni ko'rinadigan klinik belgilar ham xuddi shu mana shu yuqoriga hamda pastki kavak venalarda qonlarda yig'ilish hisobiga kelib chiqadi. Va bulardan birinchisi yurakni chap tomonga siljishi dedik. Bunga sabab nima? Bunga sabab mana aytayapmiz, chap o'ng qorinchamiz kattalashib ketadi, gipertrofiyaga uchraydi. Gipertrofiyaga uchragandan keyin mana bu tarafimiz, mana buni hozir sal boshqacharoq tuzdim. Yurak deb oladigan bo'lsak, ozgina hozir juda ham men nima qilib bordim. Normal holatda aytaylik, mana shu yuragimiz deb oladigan bo'lsak, normal holatda. Mana buni o'ng, ya'ni oldi qismini ko'p qismi o'ng. Mana buni chap qorincha deb oladigan bo'lsak, endi mana shunda bizda mana bu o'ng qorinchamiz kattalashib ketyapti. Kattalashib ketganligi sababli endi bu ta'sir ko'rsatadi chap qorinchaga. Ozgina yuqoriga surilishiga sabab bo'ladi chap qorinchani. Tushunarli? Shuni hisobiga ham sal proyeksiyasi o'zgaradi. Demak, bilib oldik biz. Muhimi shu, chap yuqori tomonga siljishi. Keyingisi yugular venous distension. Ya'ni o'sha yuqorida aytgan bo'yin turuq
venasini kattalashib ketishi. Mana shu holat. Ko'ryapsiz-a? Juda ham kengayib ketgan. Xo'p, keyingisi periferik shishlar. Ya'ni shunaqa periferiyada tishlar kuzatilishi mumkin. Misol uchun aytdik, oyoqda. Mana oyoqda bosib ko'rgan paytda xuddi shunaqa pitting edema qolib ketadi. Pitting edema. Xo'p, keyingisi gepatomegaliya. Gepatomegaliya, bunga hali to'xtalib o'tamiz. Gepatomegaliyada farqlaydigan joyimiz bor. Keyingisi assit, ya'ni qorinlarda suyuqlik yig'ilish hisobiga xuddi shunaqa holat kelib chiqadi. Mana shunaqa bosib ko'rgan paytimizda bunda ham iz qoladi. Bunga sabab ichida suyuq nima borda? Protein bor, muhimi, oqsil bor. Oqsil borligi sababli oqsil mana bu yon tomonlarda ozgina suyuqlikni o'zi ushlab turibdi. O'zida ushlab turibdi. Shuni hisobiga vaqt o'tishi bilan ozgina vaqt ketadi. Ozgina vaqt ketadi buni o'ziga kelib olishiga. Aynan buyrak shishlardan ham farqi shunaqa. Ya'ni buyrak shishlarida shishni qolib ketishi mana bunaqa pitting edema, ya'ni bosganda qoladigan izlar unchalik kuchli emas. Ya'ni bitta bosdikmi, bittada yo'qoladi. Lekin yurak shishlarida bosgan izimiz ozgina qolib ketadi. Chunki bunda oqsil miqdori ko'p bo'lganligi hisobiga, ko'p emas, normal holatda. Normal holatda bo'lganligi hisobiga ham ozgina o'sha oqsillar yon tomonlarda qonni yig'ib qolganligi hisobiga shunaqa bo'lishi mumkin 5-7 sekund atrofida. 5-7 sekund atrofida xuddi shunaqa chuqurchalar qolib ketishi mumkin bosgan joyimizda. Keyingisi bu functional tricuspid valve regurgitation. Bu nima? Bu aytdik hali chap qorincha yetishmovchiligida ham kuzatildi, ya'ni mitral klapanni regurgitatsiyasi, ya'ni yopilmay qolishi. Bunda ham xuddi shunaqa holat, ya'ni mana buni normal holatdagi qorincha va bo'lmacha deb oladigan bo'lsak, normal holatda. Mana bu joyda bizda tricuspid klapan bor, tricuspidal, ya'ni 3 tabaqali. O'ng tarafda-da endi bu. Endi aynan bu chap o'ng qorinchamiz gipertrofiyaga uchragan paytda, mana bu gipertrofiyaga uchragan paytda endi bu ta'sir qiladi, demak o'ng bo'lmachaga ham ta'sir qildi va bularning orasidagi endi mana bu joydagi haligi klapanimiz mana bu joyda qolib ketdi. Endi bu yopilgan paytda ham yopilishi mumkin xuddi shunaqa. Lekin mana bu orada teshikcha qolib ketyapti, ochiq. Va endi bu sabab bo'ladi. Yuqoriga qon ketgandan keyin yana qaytib kelishiga, shu joyga. Yana qaytib kelishiga sabab bo'lar ekan. Xuddi shunaqa holat. Va bu mana bu joydagi holatni yana ham yomonlashishiga olib kelar ekan. Tushunarli? Mana shu holatlar demak bizda uchraydigan, ayni o'ng qorincha yetishmovchilikda kuzatiladigan holatlar edi. Yana bir bor takrorlaymiz. Chap yuqori tomonga siljishi yurakni, chap yuqori tomonga. Bu tomon emas. Mana bu tomon emas, bu tomoni. Sal yuqoriga siljiydi. Keyingi aytdik, jugular venous distension, ya'ni bo'yinturuq venasini kattalashib ketishi, periferik shishlar, misol uchun oyoqda degan. Keyingi gepatomegaliya, assit hamda functional tricuspid valve regurgitation. 3 tabaqali klapanning regurgitatsiyasi. Xo'p, endi mana bu joyga e'tibor berasiz. Bilamiz, bizda serozda yo bo'lsam aytamiz gepatitda ham gepatomegaliya kuzatiladi. Gepatomegaliya. Xuddi shunaqa yurak yetishmovchiligida ham kuzatilyapti. O'ng qorincha yetishmovchiligida ham gepatomegaliya holati kuzatilyapti ekan. Endi bilamiz, bu ikkalasida ham katta bo'lganligi sababli yuragimiz, jigarimiz mana bu keyinchalik bizda serozga o'tib ketadi. Serozga birinchi bo'lib gepatomegaliya va keyingi jarayonda esa serozga o'tib ketar ekan. Xo'p, ya'ni serozda ham kardiak seroz bo'lishi mumkin-da. Kardiak seroz, ya'ni yurak tufayli kelib chiqqan seroz ham bo'lishi mumkin odamda. Endi ikkalasini qanaqa farqlaymiz? Bu o'sha viruslar tufayli kelib chiqqan, ya'ni gepatitlar tufayli kelib chiqqan serozmi yoki yurak tufayli kelib chiqqan serozmi degan savol bo'ladigan bo'lsa, bunda biz bitta javobimiz bor. Agar mana shu jigarni ustki qismini bosib ko'radigan bo'lsak, ya'ni 10 sekund davomida bosib turadigan bo'lsak, 10 sekund davomida bu joyda qon dimlanadi. Qon dimlanadi-da, qonimiz yuqoriga chiqadi. Yuqoriga chiqadi-da, mana ko'ryapmiz, pastki kavak venaga keladi. Pastki kavak venadan endi bo'lmachaga o'tib, bo'lmachadan qorinchaga o'tishi kerak edi. Lekin qorinchamiz yaxshi qisqara olmayapti. Qonni o'tib bera olmayapti joyiga. Va endi bu majbur bo'ladi pastga emas, yuqoriga chiqib ketishga, yuqoriga.
bo'yin turuq venasiga chiqib ketadi-da, mana masalan bosmagan paytimizda bo'yin turuq venasi xuddi mana shunaqa turgan bo'lsa, endi agar jigarni bosadigan bo'lsak, bu joydagi qon orqaga qaytib, bu joyga kirib, bu joyga otilmasdan turib, yuqoriga ketgani hisobiga endi mana bu bo'yin turuq venamiz kengayib ketadi. Kengayadi. Ko'ryapsiz-a? Kengaygan. Xuddi shunaqa, agar demak bilib oldik, yurak yetishmovchilik bo'lyaptimi? O'ng qorincha yetishmovchiligi bunday bemorda demak jigarni bosib ko'rgan paytimizda bo'yin turuq venasini kattalashib ketishi kuzatilar ekan. Lekin agar bemorda gepatit tufayli kelib chiqqan bo'lsa bunda umuman yurakka ta'sir qilmaydi. Chunki yuragimiz o'zi kompensator ravishda mana bu o'ng o'ng qorinchamiz kompensator ravishda ko'proq qonni otib beraveradi bemalol o'sha o'pkaga. Xo'p, tushunarli, bu asosiy farqi edi. Endi bu joylarda ham aytdik, congestive hepatomegaly, jugular venous distension aytdik, peripheral edema ni aytdik. Shu, demak, qolgan joylarni tushuntirib ketildi. Endi findingslarga o'tamiz. Ya'ni biz EKGni ko'ryapmiz, misol uchun, EKGni ko'ryapmizda qanaqa belgi yuzaga kelishi mumkin? Normal holatda mana bilamiz, biz hozir shuni aytib o'tay birinchi bo'lib, yurak yetishmovchilik ko'ryapmizmi? Yurak yetishmovchiligi aniqlashda ikkinchi standart tarmoq hamda birinchi ko'krak tarmog'i, mana shu ikkalasidan foydalanamiz asosan. Shu ikkalasiga qarab olamiz. Xo'p, normal holatda ko'ryapmiz. Ikkinchi standart tarmog'ida P tishdi. Bu hammasi P tish. Hech qanaqa QRST bunaqa tishlar emas. Faqat P tishdi o'zi. Va endi birinchi tarmoqda esa ko'krak tarmog'ida. Buni ko'rinishi xuddi shunaqa. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Bitta P tishdi o'zi bo'lsa, deyishingiz mumkin. Bunga sabab bizda mana o'ng bo'lmachaniki, bunisi chap bo'lmachani qisqarishi. O'ng va chap bo'lmachani qisqarishi, lekin bizda EKGda ko'rganimizda mana shu narsa bitta bo'lib ko'rinadi-da. Bitta bo'lib ko'rinadi, lekin bu o'ng va chapni qisqarish hisobiga. Xo'p, mana bu birinchi ko'krak tarmog'ida xuddi shuni hisobiga ham mana shunaqa, mana bu o'ng, bunisi esa chap bo'lmachalarda qisqarish hisobiga yuzaga kelyapti. Endi agar bizda aytaylik, o'ng qorincha yetishmovchiligi bo'ldi. O'ng qorincha yetishmovchiligi bo'lgan paytda bilamiz, o'ng bo'lmachani ham kattalashishi kuzatildi. O'ng bo'lmacha kattalashdi degani, endi mana bu belgi bizda kuchayib ketdi degani. Mana bu belgi kuchayib ketdi degani va bizda ko'rganimizda xuddi mana shunaqa belgi kuzatiladi. Mana ko'rdik, mana bu joyda. Unday. Xullas shunaqa belgi kuzatiladi va birinchi tarmoqda ham xuddi shunaqa. Mana bu tarafda ozgina kattalashib ketishi, bu taraf turibdi bir xil. Endi aytaylik, bizda chap qorincha yetishmovchilik kuzatildi. Chap qorincha yetishmovchiligi. Unda endi chap bo'lmachamiz kattalashib ketadi. Chap bo'lmacha kattalashdi degani endi mana buni biz normal holatdagi o'ng va chapni urish desak, endi bu tarafi kengayib ketadi, bu tarafi kuchayib ketadi. Bu tarafi. Va ko'rganimizda mana ko'ryapmiz, endi normal holatdagi bunaqa emas, xuddi shunaqa belgi ko'rinyapti. Chap bo'lmachani kattalash hisobiga xuddi shu belgi kuzatilyapti. Xo'p. Endi birinchi ko'krak tarmog'ida qanaqa ko'rinadi? Agar chap bo'lmachamiz kattalashgan bo'lsa, mana birinchi qism normal turibdi, lekin chap bo'lmachani tishi esa ozgina pastga siljigan. Pastga siljiganini ko'rib turishimiz mumkin. Xo'p, endi aytaylik, bizda ham o'ng, ham chap qorincha yetishmovchiligi bo'ldi. Biz aytdik-a, ikkalasi birga qachon keladi? Qachonki agar chap qorincha yetishmovchiligida birinchi o'pka zararlanib bo'lib, o'pkada bosim yuqori bo'lib, o'ng bo'lmachaga o'tib turib, o'ng qorinchaga o'tib turib, o'ng qorinchani ham yetishmovchiligini keltirib chiqarsa, bizda ham chap, ham o'ng qorincha yetishmovchiligiga kuzatilar ekan. Xo'p, endi bunda ikkalasida ham o'zgarish bor. Ikkalasida ham, ya'ni o'ngda ham, chap bo'lmachada ham ikkalasida ham o'zgarish bor ekan. Xo'p, endi ikkalasida ham kattalashib bo'lganligi sababli bizda mana ko'ryapmiz, o'ng bo'lmachada ham, chap bo'lmachada ham kattalash kuzatilyapti va ikkinchi standart tarmoqda kengayish ko'tarilish kuzatilyapti. Lekin ko'krak tarmog'ini birinchisida esa mana ikkalasida ham o'zgarish bor. Mana birinchi o'ng bo'lmachada yuqoriga ko'tarilish, chap bo'lmachada esa pastga tushish kuzatilyapti, chuqurlashish. Tushunarli? Mana shunaqa holat kuzatilar ekan.
Endi agar bizda qachonki heart failure preserved ejection fraction bo'lsa, misol uchun buni aytdik biz diastolik yurak yetishmovchilik deb, ya'ni ochish fraksiyasi normal holatda turibdi. Bu holatda bizda ko'pincha chapda ham ba'zan o'ng qorincha gipertrofiyasi uchrashi mumkin ekan. Lekin heart failure reduced ejection fraction desa, ya'ni ejection fraction pasayib ketgan paytda bunda asosan uchraydi bizda left bundle branch block, ya'ni disk tutamini chap oyoq blokadasi. Shu uchrashi mumkin. Nima uchun? Chunki biz buni asosiy sababini nima dedik? Aynan ochish fraksiyasi kamayib ketadigan holatdagi yurak yetishmovchiligining asosiy sababini miokard infarkti deb oldik. Endi miokard infarkti esa ko'pincha o'zi kelmaydida, bu o'zi bilan birgalikda mana shunaqa left bundle branch blockni ham olib kelishi mumkin. Xo'p, endi biz lab ko'rsatkichiga e'tibor beramiz, ya'ni laborator ko'rsatkichlarga. Agar bemorda yuqori qon bosimi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yuqori gipertenziya bor, bunaqa bemorlarda ko'pincha bizda yuqori bo'ladi BNP, ya'ni brain natriuretic peptide deymiz. Mana shuni miqdori yuqori bo'ladi. Va endi buni vazifasi nima edi? Buni vazifasi bizda bosim yuqori bo'lganligi sababli harakat qiladi natriyni organizmdan chiqarib yuborishga. Chunki oti ham shunaqada, brain natriuretic deyapti. Natriuretic. Va endi shuni hisobiga, natriy bizda kamligi hisobiga giponatremiya kuzatilyapti. Va endi qachonki bizda o'ng qorincha yetishmovchilik kuzatilsa, mana jigarga ta'sir qilishiga asosiy sabab nima dedik? O'ng qorincha yetishmovchiligi, chap qorincha yetishmovchiligi kelib chiqmaydi. To'g'ri, vaqt o'tgan sari, lekin chap qorincha yetishmovchiligi aytdik, o'ng qorincha yetishmovchiligiga sabab bo'ladi deb. Demak, qachonki o'ng qorincha yetishmovchilik kelib chiqadigan bo'lsa, bizda jigarda gepatomegaliya va jigarda fermentlar, misol uchun ALT, AST deymiz. Mana shularning miqdorini oshib ketishi kuzatilar ekan. Xo'p. Mana shu bizda hozir birinchi dars edi. Keyingi darsda biz gaplashib o'tamiz aynan yurak yetishmovchiligida qo'llaniladigan dori-darmonlar. Unda mayli salomat bo'lasizlar, charchamanglar, keyingi darsgacha.